genç Türk yazgıcısı Rüstem Hikaye. Ben bazalga kirdim 7-8 yaşlardaki biz bala dolundan çıkıp geldi. Yalangıda kiyimleri jul özünün yugan sevetini yelkisiga atıp algan bu bala menin neyse keraklerimni apıdıp berip pul tepishini ümit qildi, lekin men ko'p narsa almoqchi emas edim. Rostini aytsam, kichik bala narsa keraklarimni ko'tarib menishdan g'ijil bo'ldi, lekin u chog'a men ko'p pul olmayman, 5 kurush bersingizlar bo'ldi. Bugün meni hech kim yollamadi. Haq, meni bak kichik deyishdikan deb yepishib oldi. Ichim og'rib, yanchig'imdan 5 kurush chiqarib, "Men ol" deb unga sundum. Bala burnini tortib qo'yib, hayron bo'lgan holda menga bir qaradi. Narsa kerakligingizni berib bergandan keyin bering dedi. Men tuta qo'limga al, bu sana berginim. U ko'zimga tikilib qaragunicha so'qishqoq g'o'razdek hurpaydi-da, men o'ylamagan yerdan javob berdi. Men tinapchi emas, narsa keraklaringizni berib bermay turib nemishga pul olg'idekman. Uyim nihoyatda jiroq, uning ustiga oladigan narsa keraklaringizni ko'p emas, men o'zim ko'tarib ketaveraman. Men mushundoq demakdan boshqa amal qilolmadim. Bo'lsa bo'lsin, qanchalik narsa olsangiz shunchalikni ko'tarib olib beray. Naylach ma'qul bo'ldim va bo'ldi qani mangaylik dedim. Men olgan narsa keraklarni yig'ib kelsa yerim sevatmi to'shmatdi. Narsalar ig'ir bo'lmag'achqa bala yo'l bo'yi egiz binolarga, cho'ng daraxtlarga, jiroqlardagi qarli tog'larga qiziqqan holda qarab mangdi. Birdan mangandan keyin men uningdan "Isming nima?" deb so'radim. U og'izga tegmay so'zlab ketdi. Rustam Qarachaqmoq shahri atrofidagi yezidan bo'laman. Bir yil 9 yoshga kirdim. Apam bir yil burun o'lib ketdi. Yezida bir tog'am bor, lekin u mening holimdan xabar olmaydi. Shunga men Anqarga kelib qolgan. To'xta, bo'ldi deb men uning so'zini bo'ldim. Men sendin bularni so'rmadim-ku. Bilaman dedi u. Siz mendan bir bularni so'raysiz. Shunga hammani biroq da'vatim deb bo'lsa qayta so'rmaysiz. Uning gap tepib bergili bo'lmaydi. Uning gaplari kishiga berishidan ko'p ishlar o'tganligini, tajribasining ko'pligi ishiga munosib keltirmaydiganini his qildiradi. U meni ulam jim demaganligimni ko'rib so'zini yana dalmashtirdi. Xalqlar mendan so'rashi mumkin, men ularga so'zlab beraman, lekin so'ragandan bilan hech natija chiqmaydi. Mayli buning qaraydi chog'liq ish qilib. Men bu yerda ko'p tursam 5-6 yil turaman. Undaqda 5-6 yildan keyin nima qilmoqchisan? U mening chiroyimga
Zeng selip qaradi, anidan jiddiy turdi. Siz payloqchi emasdi, deb so'radi. Yo'q, nima qilmoqchiding? Turmaga o't qo'yibdiman. Nemishga? Dadam turmada. Men uni qutqarib olmoqchiman. Men kulkamni aran to'xtatib oldim. Biz yana birdan jimjit mangduq. Dadam nima qilib turmaga tushib qolgan deb so'radim. Jandarmlarning so'zini anglamagan dadam yezida bir jandarmni etib o'tirayotgan. Dadam yaxshi o'ychi edi. U xalqi jandarmni de miyasiga etib qo'yib 18 yilga kesib ketdi. U hozir turmada texi 2 yil to'shmidi. Hey dadam, jandarmni nimishga etib o'tirayotgan? Allah'ın yasak sebebinden dadamda pul yok. Lekin ular umay öydeki yotkan körpe demsiz, kazan komuş demsiz, at yolpukları demsiz, hemen nersini berinler dep turvaldi dadam. Mana sizlerge yotkan körpe dep bir pay ok attı. Mana sizlerge kazan komuş dep mıltığının tepkisinden yana bir ketem bastı. Mana sizlerge at yopuğu dep 3. okunu etivedi. Bir jandarm adam öldü dep nale kılıp vaqrapla çoğun yolunu oturuşta güp de yıkıldı.